Qiyomat kuni soati yadroviy yarim tunga rekord darajada yaqinlashdi. Atom olimlari axborotnomasi jurnali ekspertlar kengashi qiyomat kuni soati ko'rsatkichlarini yana 4 soniyaga oldinga surdi. Natijada soat 23 soat 58 daqiqa 35 soniyani ko'rsatmoqda. Ya'ni global falokatga ramziy tarzda 85 soniya qoldi. Bu ko'rsatkich loyihaning 78 yillik tarixidagi eng xavfli daraja hisoblanadi. Olimlarning ta'kidlashicha, so'nggi 1 yil ichida dunyo global xavf-xatarlarga yanada yaqinlashgan. Taqqoslash uchun 2025-yil yanvarida soat atigi 1 soniyaga oldinlatilgan edi. 2023-yilda esa Ukrainadagi urush fonida millar birdaniga 10 soniyaga oldinga surilgan. Ma'lumot uchun, qiyomat kuni soati loyihasi 1947-yilda Chikago universitetiga qarashli Atom olimlari axborotnomasi jurnali tomonidan tashkil etilgan. Uni AQShda birinchi atom bombasini yaratgan olimlar yo'lga qo'ygan. Dastlab loyiha yadroviy xavfni asosiy tahdid sifatida ko'rgan bo'lsa, 2007-yildan boshlab global xavflar ro'yxatiga iqlim o'zgarishi ham qo'shilgan. Olimlar dunyo yetakchilarini yadro qurollari, urushlar, iqlim inqirozi va sun'iy intellekt bilan bog'liq xavflar borasida mas'uliyatli qarorlar qabul qilishga chaqirmoqda.